hojatxonani teshigida mustahab qilmaydi deydigan. Qayerga qiladi mustahab? Oldin mustahab qiladigan joy alohida bo'lgan. Nimaga alohida bo'lgan degan savolni bering birinchidan. U joyga hojatxonani teshigiga abdastada suv yuvib bo'lmaydi deb alohida qilinmagan bu. U nimaga alohida qilinganini bilmasdan chala bilimdonlik qiladi. Alohida qilinganning sababi erkak kishi hojat chiqargandan keyin o'sha yo'lidagi sidiylar chiqarib yuborish uchun jicha движение qilib yuborish kerak, jicha yurib yuborish kerak yo jicha harakat qilib yuborish kerak. O'sha yo'ldagi bavul, axlat, siydik chiqib ketishlik uchun. Shuning uchun mustahab xonani jicha 1-2 metr uzoqqa qilganki, jicha yurib yuborgan chiqib ketsin shu deb. Shu ma'noda xolos bu. Chunki hojatxonada mustahabda yuvilgan istinjo istibroda ishlatilgan o'sha suvlar bu najosat suv hisoblanadi. Najosat suv hojatxona ichiga tushsa nima bo'ladi? Nima bo'ladi? Mana bitta xonadon egasi, oddiy bitta misol sizlarga, hayotdagi misol. Xuddi o'shanaqangi mustahab qilishlikni alohida qilgan, hojatxonaning teshigiga umuman mustahab kategoriyski mumkin emas ekan, qattiq turar ekan, alohida mashhad yuvasizlar deb hojatxonani tozalash kerak bo'lganda hojatxona tortadigan mashinani ruschasida gavnamoz deydi, to'g'rimi? Shunaqa kelib, men buni tortalmayman degan. Ichidagi narsani, buni ichiga suyuqlik kerak degan. 2 kun grantni suvni ochib oqizib qo'ydim deyapti. Ko'ryapsiz? Nimaga oqizib qo'ydi desam, uni ichiga suv kerak ekan, buni tortib olgan deydi. 2 kun grantni ochib turdi deyapti. Haqiqiy pityoy voda, toza suv hojatxonaga 2 kun oqib yotgan. Bunisiga nima deysiz? O'sha teshikka hojatxonaga mustahab qilmaydi deyotganlar. Undan tushayotgan suv najosat bo'lsa, nimaga mustahab qilmaydi? Suv tortib haligi biz aytgan chashagingni suvdan boshqa narsada tozalab bo'lmaydi. Uni qo'ymaydi, siz yana qaytib aytaman, hidlanib ketadi hojatxona. Iloji boricha nabarot qo'yinglar. Sassiq hojatxona insonni zehnini o'ldiradi, bilasizlarmi?